Assalomu alaykum ukalar. Sizlar charchagan. Xolasa 16-aprel 2026-yil. Navbatdagi yangiligimiz bir yechib ko'raylik. Ko'rilmagandi, qani chiqargan. Xolasa yechib oldik. Bitta qanoti urilgan o'shanda ama. Jan 10 kelmagani shaqqillatib solingan. Qani ya bitta qanot shilta tushmadi. Bir tomonda yaxshi ham lekin. Bitta qanot bilintiryapti baribir. Tepada ikkitasi uchib yuribdi. Shakinga tepada qolgan ikkita ham bittasi tushganiga shomda jonli efirda edi. Bittasi yo'qolgan, shakani qolib ketgan bo'yicha. Na gruppaga chiqdi, na boshqa yoqqa chiqdi, hech qayerga xullas chiqmadi. Ya'ni ikkishab petak ko'zi qora. Endi bilmayman, hozirgi kaptarlar yo'qolgani. Sandiqqa kirsa tilla tuxum qo'yapti, sandiqqa kirib ketdimi bilmaymiz. Chiqmadi xullas. Nolasi yo'qolgandan qolgani. Shuncha yo'qotgan achinmagan, endi bitta ikkita yo'qotsagan achinmaymiz. Ishqvasilik shu. Kimni qana boqish o'ziga. Achinib boqadiganlar oyog'iga tilla zanjirdan taqib qo'yiladi, umuman churmaylar. Yotaversin. Bizlar ham yo'qolsa chiqmaydi. Biz tashlaymiz gruppaning orasida tutdik. Ammo e'lon qilib tashlamadik. Asli qaytarib olib kelish niyati yo'q asli. Ketgandan so'ng kerak olib kelishdi. Qiziqishiga ham tutib o'tirdik. Chiqib qolarmikin desak, chiqmadi ham. Endi shakini shomga borib tusholmadi. Bundan tampomga tashlabman. Shig'irib ketdimi endi? Tanganing ikkita tarafi bor. Endi bilmadik. Xullas, yo'qolgandan qolgani. Muhimi shu.